Assalomu alaykum qadrli hamkor ijod savdo obunachilari. Mana bugun ko'rib turgan uyimiz Farg'ona shahar, o'zimizning Bahor zapravka yaqinida, Polsha bozori Bahor zapravkaning o'rtasida joylashgan 12 sotixliq 100% pishig'ishda bo'lgan. Bu tomonda 5 ta xona, o'zining podvallari bor. Mana kirishlarimiz keng va haybat, chiroyli. 100% pishig'ishda plitalar yotkizilgan, 2 etajga moslangan. Mana xo'zduvor qilib o'rtadan to'sib, ag'ini u tomondan ham poyezd yo'liga chiqib ketish kodi bor. Uni ham hozir ko'rib chiqamiz. U tomonda 3 xona, o'zining sanuzullari bor. Bu tomonda 5 xona, o'zining 2 tadan sanuzuliga ega. Mana kirishlarimiz. Uyimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Polni kameralargacha qo'yishib, o'zlari ko'pincha Toshkentda bo'lishar ekan. Zimniy letniy kuxnalarigacha bor. 380 toku hamma bor. Hozir mana uyning ichini ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirganimizda mana keng koridor. Bu tomonda mana katta gostinniy zal. 3 tadan katta romi bor. Mana mehmonlar uchun alohida mana bu tomonda, mana zalni bu tomondan ko'rsatib o'tib ketaylik. Bu tomonda mana katta yotoqxonasi o'zini mehmonlar uchun. Mana chiqqanimizda Deni koridordan katta verandaga o'tamiz. Veranda ham nihoyatda katta. To'liq verandani tayi plita qilinib, podval qilingan. Podvalga tushishimiz u tomondan. Mana verandadan kirganimizda bino 2 ga ajralgan. Mana yana bitta hol qilinganda bu tomonda mana o'ng tomonda bitta zal yoki spalni qilganimiz deyishyapti. Mana bu tomonda отдельный yana как детский спальный. To'g'riga mana kirganimizda kattalar yotoqxonasi mana bu tomonda. Bunda ham mana 2 tadan romi mana ko'cha tomonga qaragan. Mana chiqqanimizda, verandaga chiqqanimizda u tomonda yana xot bor, sanuzul, oshxona, yana bitta kabinet xonaga o'tish mana. Bu tomondan mana kirishimizda mana asosiy oshxona. Oshxonaga ko'cha tomondan отдельный kirish eshigimiz bor. Bu tomonda sanuzul, bu eshigimiz hali aytib o'tgandek, verandaning tagiga podvalga tushib ketish. Veranda ham nihoyatda katta, zal hisobida bemalol foydalansalar ham bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin, 2 qismga bo'lib qo'yilgan. Xonadonimizni 2 ga bo'lishib, mana bu tomonni alohida devor qilib qo'yishgan. O'zlari uchun o'g'illari ishlab chiqarish, foydalanaman degan ma'noda. Bu tomonda mana kaletka darvozasi bor. Katta yo'lga chiqish, bu poyezd yo'liga chiqish. Mana bu tomonda mana 3 xona uy, o'zini sanuzuliga ega mana. Bitta mana mevali daraxtlari bor.